ko'ngil dardiga tomay boraman hargiz davo istab ani umri kiromi hasrata bulg'ay ado istab necha yurdim adoshib to'g'ri yo'ldan besaru somon tutib belgimni yo'lga solsa deb bir rahnamo istab yor istab mana shunday katta ashula va maqom asarlarimizni ijro qilib kelayotganim va umuman olganda mana shu san'at sohasiga kirib kelishim 9 yoshimda mani onam Marg'ilon shahridagi 8-bolalar musiqa va san'at maktabiga olib borganlar. U yerda an'anaviy xonandalik hamda dutor sozi mutaxassisligi yo'nalishi bo'yicha tahsil olganman. Keyin 2021-2023 o'quv yillarida Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabida tahsil oldim. Bu yerda o'sha ustozlarim maqom asarlarini qaysi tarzda ijro qilishni, maqom tarixi, uni yaralishi, umuman olganda shu maqom san'atini men ichiga kirib bordim va ham nazariy ham amaliy tomonlama o'zimni bilimlarimni mustahkamlab bordim. Shu o'qib yurgan paytlarimda juda ham ko'plab xalqaro va respublika ko'rik-tanlovlarida g'olib bo'ldim. İlk yutug'im shu Ozarbayjonda bo'lgan. Ozarbayjonni Baku shahrida 2016-yil 8-xalqaro mug'om festivali o'tkazilgan. Unda birinchi o'rinni egalladim. Undan keyin 2017-yil Rossiya Federatsiyasi Kazan shahrida o'tkazilgan Jonli Chashma xalqaro ko'rik-tanlovda Grand Prix sohibasi bo'ldim hamda Amerikaning Nyu-York shahriga va Chernogoriya davlatlariga yo'llanmani qo'lga kiritdim festivalga. 2018-yilda Qozog'iston Respublikasi Astana shahrida o'tkazilgan Burabay Summer Fest xalqaro ko'rik-tanlovda va Toshkent shahrida katta bir iste'dod 2 xalqaro ko'rik-tanlov o'tkazilgan. Bunda 70 dan ziyod mamlakatlar ishtirok etgan. Bunda birinchi o'rin sohibasi bo'ldim. Shu kabi yutuqlarimdan mana oxirgisi o'sha 2019-yil Belorussiyaga borganman. Belarusiyada Klimov shahrida xalqaro bir festivalda Zolotaya Pcholka nomli xalqaro festivalda ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritdim. Men institutga kirishimdan oldin ham yana bir festivalda ishtirok etganman. Bu maqom festivali bo'lgan, Toshkent shahrida o'tkazilgan. Bunda eng yosh ayol maqom ijrochisi hamda birinchi o'rin sohibasi bo'ldim. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq artisti ustoz Munojat Yo'lchiyeva hakam hay'ati a'zoligida o'tirganlar va menga shu ijroyimni yaxshi baholab, g'oliblikka munosib ko'rganlar. Hozir institutda 2-bosqich talabasiman. Shu o'qishim mobaynida albatta ustozlarimdan harakat qilib, bir izlanib, shu maqomni yana bir o'zim uchun ochilmagan qirralarimni namoyish etishga harakat qilaman va ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist professor ustozim Komila Bo'riyevadan mutaxassisligim bo'yicha saboq olib kelyapman. Institutimizda qanaqa tadbir yoki konsertlar bo'ladimi? Albatta aktiv bo'lib harakat qilib qatnashaman. Tashabbuskor bir o'zim g'oyalarim bilan, albatta tengdoshlarim bilan ham fikr almashaman.
Chunki bu sohani rivojlanishi yo'lida yanada ham bir maqomni dunyoga tanitishda biz kabi yoshlarni shunaqa harakati, mehnati juda ham kerak, zarur. Biz shu ustozlardan saboq olib, o'z ustimizda juda ham ko'p ishlaymiz buni natijasida. Kelajakda ham o'z oldimga qo'ygan maqsadlarim juda ham ko'p. Shu maqom san'atini yanada dunyoga tanitishga, rivojlantirishga o'z hissamni qo'shib, Zulfiya davlat mukofotini olish niyatim bor. Shu institut ochilganida men to'g'risi juda ham xursand bo'lganman. Qolaversa, prezidentimizni aynan shu maqom san'atiga qaratayotgan e'tiborlari biz kabi yosh maqom ijrochilarini yanada bir ruhlantiradi. Yanada shu o'z ustimizda ishlashimizga, ijrochilik tomonlama yetarli puxta bilimlarni egallashimizda bu turtki bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bizni Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at institutimizda juda ham ko'p iqtidorli talabalar o'qiydi, tahsil oladi. Hammasi bir-biridan masalan xonandalarda ovozi, sozandalarda soz chalish mahorati bilan kuchlida bizda raqobat almashiniladi. Sababi masalan hamma ko'plab yutuqlarga erishgan yoshlar safida bo'laman. Bir boshqa davlat tadbirlarida bo'laman. Aynan shunda ishtirok etayotgan talabalar ham bizni institutimizda tahsil oladi. Xonanda bo'lsam, ijrochiligim o'z ustimda ishlab, ijrochiligimni yanada bir oshirishimda, asarlarni puxta egallashimda, maqomni asl holida kelajak avlodga yetkazishda albatta shu ustozlardan olgan saboqlarimiz hamda shu institutni bizga bergan katta bir ko'nikmasi, imkoniyatlari bizga juda ham muhim deb o'ylayman. Men shu san'at yo'lidan borayotgan men kabi yoshlarga kelajak ishlariga zafarlar tilayman. Bundan ham yuqori cho'qqilarni egallashlaridan ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Albatta o'zimizga bo'lgan ishonch va harakatdan to'xtamasligimiz kerak. Sababi bir maqsad qo'ydikmi, shu maqsadni amalga oshishida eng muhimi bu harakat turadi. Shuning uchun yaxshi niyatlar tilab qolaman.